Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetimizning hurmatli mushtarilar. Munbirimizni yangi bayqagan, yangi do'stlar. Munbirimizga xush keldinglar. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Verkoren degan tog'liq kentda. Hozirgi o'rnim dengiz yuzidan 2350 metr keladi. Vaqt nima degan tez o'tgan, ha? Ko'zni yumib ochqicha 2023-yilni uzutib, yangi bir yilni 2024-yilni kutib o'ltiribdimiz. Men kitap o'qish munbiridagi urug' tuqqanlarim ham qizim Dilfuruzga vakolatan bu bir yildan beri munbarda o'qilgan asarlarni izchil anglab kelayotgan. Jumladan o'zlarining o'y fikrlarini, ta'sirotlarini biz bilan o'rtoqlashib kelayotgan kitobxumar do'stlarga chin dilimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Albatta, kitap o'qish munbirimizda mana shu bir-birdan nodir asarlarni o'qish orqali sizlar bilan birlikda bizdan vaqtsiz ayrilgan donliq yozuvchilarimiz, shoirlarimiz, olimlarimizni hurmatlar bilan yod etamiz. Shuning bilan birlikda yana yezish huquqlaridan mahrum qilinib, qalamlari sunilgan sarkilarimizni hurmatlar bilan aslaymiz. Bizning eng go'zal duolarimiz shularning omonliklari uchun bo'ladi. Mundaq bir hikmatni o'qiganim esimda. Qisqagina bu hayotda qo'lingdan kelsa qo'ling bilan, tilingdan kelsa so'zing bilan, chehringdan kelsa kulimsirashlaring bilan yaxshilik qilgin. Aziz qarindoshlar, shundaq bir qalb egalaridan bo'laylikki, bu qalbga mehr, muhabbat, diyonat, sadoqat liqqida to'lsin. G'ayvat, shikoyat ham zaharxandiliklarga qilchi o'rin bo'lmasin. Oxirda yangi yil ilhomida putilgan tuvandagi bir necha qurlarim bilan so'zimni tamomlayman. Kunlar o'tar, oylar o'tar, mana yillarmi o'tar. Ba'zilar kulib, yana ba'zilar yig'lab o'tar. Ishon do'stim, palak choqi cho'rgilar har dam, yig'lagan yuraklarmi shodlanib kular. Oxirida bir videoni qo'shib qo'yman, bir sinni. Bu 12 ayning boshlarida men istiqbal bog'log'iga berib, tunji qitim bir paraxod saylasi qilgan vaqtimdagi bir ko'rinishlar bakmi chiroyli ekan, lekin men Urumchida tug'ilib o'sgan, 4 fasl nihoyatda aniq bo'lgan, uning ustiga hozir yashayotgan bu davlatdimi, Shveysariyadami 4 fasl nihoyatda aniq bo'lgandan men yana shu fasllarni o'z fasli bilan yashashni yaxshi ko'rdi ekanman. Shuningdami güzel manzillarni tatib kitap o'qish munbirimizdagi qarindoshlarga sundum. Bahra og'aysizlar. Ma'qul amsa, aziz qarindoshlar, yangi yilga xo'shal-xo'ram aman esan kirayli. Kelar yili 2024-yillik kitap o'qish munbirimizda ko'rishaylik. Hammamiz aman bo'laylik. Xayr xush. Azroq kun chiqyotdi. Ay.
Sulama. Sapokman di avlaklar gördüğünü işte. Bugün ben Fransa'nın Guadeloupe degan arqada. Adette ben yaşıgan 11. ay, 12. aylar kış bəsli boludu. Ama bu aralda yaz bəsli bolurken hazır 30 gradus hava şundak ısık. Bu yerin benzerisi özgeçke şundak çıraylık deniz, şundak çıraylık kum, şundak çıraylık benzerler pek güzel. Şu güzel benzerlerin biraz farklı bozullarız.
train de chercher des tortues. Je sais pas. Selamat ya buat saudaranya yang